Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bo'g'oz sog'liq qo'ylardi, o'ta go'zal, o'ta zo'rlaridan kelibdi. Hammasi ikki tish, birinchi qoringa bo'g'oz ekan bu qo'ylar. Bugun hafta kuniga shanba 3-yanvar 2026-yil. O'ta go'zal va o'ta sifatli qo'ylar ekan. Mana narxlar telefon orqali aloqaga chiqarasizlar. Ekranga telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa yaqin. Mana o'ta go'zal. Ko'rib odam qo'chqor deb o'ylaydi. Bo'g'oz sog'liqlar. Yoshlari yosh, o'sha ikki tish ekan. Birinchi qoringa bo'g'oz ekan. Kimga shunaqa qo'ylar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Narx-navolari telefon orqali kelishaverar ekansizlar. Dastlabkilari bor. Manzil Namangan viloyat, Namangan tuman, Tepaqo'rg'on qishlog'ida.